Yana bir bora assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Mana bizda yana xayrli kun. Aytaman faqat ovqatlangan chiqamiz video ololma. Hatto uyda o'zim bilan ovoraman, har doimgidek video ololmay qolaman, ish qilishimdan chiqib qoladi yoki telefonda zaryadka bo'lmay qoladi. Shunaqa qilib videolarim uzilib qoladi. Mayli, ishga davom etamiz. Bugun yakshanba, dadasi ishdan keldi. Ishdan kelib, bolani olib yana ovqatlangani keldik. Uyda ovqat qilmadik. Dadasiga yoqmaydi, oshxonaga kirsam yoqmaydi, yomon ko'radi dadasi. Faqat oshxonada bo'lib, keyin o'rta yig'ishtirib qolib ketasan, bolalar bilan vaqt o'tkazish kerak. Bola birpasda katta bo'ladi. Deb chiqib ovqat qilganimni yomon ko'radi, ish qilganimni yomon ko'radi dadasi. Yordamchi olamiz deydi. Yordamchi kerak emas. Uylarim bilasan, o'zim yig'ishtirmasam ko'nglim joyiga tushmaydi. Hashim keladi deyman-da. To'g'risi, endi birovning ishida yomonlash emas, birovning ishi birovning ishida. O'shaning uchun o'zim qilganim, ko'nglimdagidek shoshmasdan qilganim baribir yaxshi. Lekin dadasiga yoqmaydi, ish qilganim yoqmaydi. Faqat bolalar bilan aylansam, faqat bolalar bilan o'ynasam, shunaqada. Men turmush o'rtog'imni qilaman, shunaqa inson. Oh my god. Okay. Bu mahallamizning orqa tomoni. Qishloqimizda shunaqa parklar ko'p, juda ham. Singapurda aholi uchun juda ham zo'r qulayliklar. Ammo ovqatlanadigan joy bor. O'shani ko'rmoqchimiz. Tayyorga ovqat yegim kelyapti, o'tdim. O'shanga men senga sog'ingan ovqat yeymiz deb. Shu endi borib chimadan olamiz, u qilamiz. Tamogani bormoqchimiz. O'sha planlarni qilyapmiz. Hozir bolalarni boshqa shaharlarga olib borib ko'rsatib, baribir rivojlanish kerak. Qada o'tirib qolsak ham bo'lmaydi endi. O'zbekistonga borishgan, ko'rishgan. Shuning boshqa shaharlarni ham borib ko'rsatib, aylantirib qilamizda. O'g'illarim ko'p joyga borgan, qizim ko'p joyga bormagan. Chunki tug'ilganda karantin bo'lgan. O'sha ko'p joyga olib bormaganmiz uni. Endi Leylani galdi. Nima turli yangi joylar ochilib ketdi bilmaymiz hamda biz. King Khao Mai. Xo'p, ovqat topmadik bu yerdan. Bolalarimga u yoqmadi, bu yoqmadi, hech narsa yoqmadi, ish qilib ketdim. Boshqa joyga borar ekanmiz. Shu dadasi ham erinmaydi. Banana. Mana sizlar bilan ozgina mana qishloqlarni bo'lishib ketmoqchi. Bu Pungo. Bu yerda hali hamma yerlarga narsa qurilmagan, yangi aniq mahallada bular. O'shaning uchun bu yerda juda ham yerlar ko'p. Sekin yerlarni ko'paytiryapti. Suv ustiga yerlarni sekin quryapti. Ya'ni bular Singapurda yer kam bo'lgani uchun suv ustiga ham yer qilib, xuddi palma bor Dubayga. O'shanga o'xshab shaharcha shunaqa qiladi. Zo'r havo bo'lyapti, faqat havo yo'qda. Nima tomonda ham zo'r, bulutlar qaylar xuddi paxtaga o'xshaydi. Ichi qora, ichi qora qizim bor-da mana. Nice, Alida. No, I'm taking the... Yangi joyga keldik. Dadasi erinmagan bor, hamma yoqqa mana shu kirib chiqyapmiz hamma yoqqa. Hammasi yangi bo'lgani uchun gullar bilan hamma yoq bezatilgan. Bu bizning uyimizdan bittasidan o'qqa tepada joy. Kelaylar anaqa bor ekan-ku, qara. Bubble tea bor ekan. Yaxshi ko'rasanmi sen? Ha. Starbucks ham bor ekan bu yerda. Nima qilay? Ha, sushi yeb olaylik, sushi yeyman deding-ku. Mana ovqatlarimiz. Oh, this is a crab.
zakaz qildik. Go'sht, tuxum, krevetkalar. Ha. Take the tap. Sevikli do'stlarimdan biri. Ovqatlandik, qorin to'ldi. Shunaqa qishlog'imizda yangi joylar ochildi. Restoranlar juda ham ko'p, vibr juda ham ko'p qishlog'imizda. Bu yerda magazin ekan. O'sha magazinlarga aylanmoqchimiz, ko'rmoqchimiz. Go'zalliklar juda ko'p. Bu yerda bilmaymiz qancha o'qish bo'lsa kerak. O'qishlarni uylarning orasiga qurgan joyi. Juda ham aqlli qurgan. Bolalar uchun ish qilib, hamma uchun juda ham qulaylikni zo'r qilishgan. Endi shu yoqqa kelamiz ko'proq, chunki uyimizga yaqin o'tam. Hey. Assalomu alaykum hammaga, hammaga yana bir bor xayrli kun. Shundan ko'chaga chiqdik, supermarketga ketyapmiz. Kasha, sut, pud degandek. Bugun bog'chaga bormadik, ozgina mazzamiz bo'lmadi. Ozgina pulimiz uzoq qo'ygan ekan, o'shanga bormadik. Ertadan chiqaraman, xudo xolisa. Akamiz maktabdan kinoga tushaman o'rtalarim bilan dedi. Dadasi ishda, men ham bugun ishga borolmadim. Leyla xonim bilan. Doğrusini berdim, o'qildim qilib. Bizning uyimizdan tegdi. Bu yerda bog'cha bor, qariyalar bog'chasi bor. Soat 7dan oldigacha ishlashadi. Uyda odam qariydigan odam bo'lmasa, shu yoqqa tashlab ketsanglar bo'ladi. O'zbekiston dorisini beradi. Eksperimentlar qildirishadi. Tayyormi? Zo'rku. Bu yerda davlat bog'chasi, bu yerda yasli. Narigi tomonda kattalarniki, bu yerda yasli bo'ladi. Bu yerda ham yasli. Mana nihoyat remontlarimiz ham tugadi. Domimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi, yengillikda. Ancha remont qilishdi o'zi ham. Lekin yaxshi. Hammasi yaxshi, svejiy bo'ldi. Voy, bu snellarni ko'pligini. Umidam tiqilib ketib qoldi. Qani samolyot? Wow! Samolyot. Leyla ham samolyotga boradimi, aeroplanga? Yaqinda biz ham aeroplanga boramiz. Keyin uzoqroqga ham boshqa harakat qilamiz. Dubay, Qatar va shunaqa qilib hozircha plan qilyapmiz. Bilmadim yana nechta shaharga boramiz, ko'ramiz. Birinchi bitta shaharga boramiz-da. Keyin Leylani ko'ramiz, qanaqa o'zini tutadi. Shunga qarab keyin dalishi sekin aylanishni boshlaymiz boshqa davlatlarda ham. 2 yil oldin Toshkentga borganda toba qilib kelgandim-da, bu bilan uchibman. Yig'lab o'tkazmasdan samolyotda qo'rqqandim rosam. Bitta charchagandim. Shundan keyin hech yoqqa bormaslikka qaror qilgandim. Endi o'sha yaxshi qiz bo'lib qoldi, mana katta qiz bo'lib. Boramiz endi bu yoqqa. Mana. Yo'q, bo'ldi, xishasolma. Дальше, давай. Hamma narsamiz bor uyda. Bitta shokolad, xo'pmi? Bittagina. Davay. Yaxshilab o'ylab olamiz, xo'p, yemaydigan narsani olmaymiz, xo'pmi? Xo'p, bittagina. Xo'p, yaxshilab o'ylab olasiz, xo'p, bo'lsa yotadi, yana hamyon cho'molib bosib yotadi. Yo'q, bunda ragli narsa bor ichida. Yo'q, qizim, da joyga qo'yib qo'y. Yo'q, neyza, davay. Yo'q, rangli narsa olma.
Hop, yaxshilab. Yo'q, rangli narsa olmagin dedim senga men. Hop, rangsiz narsa. Hop, shokolad olamiz, davay. No. Yo'q bo'lsa ketdik I uyga. want another one. Hop, boshqasini tanlab bo'lmasam. This one. Yo'q dedim-ku, yo'q, buni olmaymiz, Xo'mi? Don't care. I don't care. Yo'q, vomit qilasan keyin. I think for me. Xo'p, shuni olasan. Xo'p, Timurga ham olar ekan. Xo'p. Xo'p, baliq oladigan bo'ldik. Chiqib baliq yeyman deyaptilar otamiz ham. Baliq olamiz. Ha? Davay. Wow. Cho'g'an uyga keldik, ovqatlandik. Dadamiz ham qo'llarni artyaptilar chunki mazam bo'lmayapti. Ozgina boshlarim og'rib qusiyordim hozir. Shunda dadasi qarashot dazmollab qo'yaman, dam olgan borganimizda hammasini kiyish uchun, shoshilib yurmaslik uchun. Va biz yana ko'chada. Kelamiz, ona bola yana bugun maktabga bormadilar. Endi o'sha doktorga olib ketyapman. Dadasiga qovuli narsa bermagan deyman ko'p. O'shaning uchun qovuli narsa yegani uchun ichi ketib qoldi yana. Kelaylar. Allergiya qiladi. Metroga keldik. Erinmagan qiz deyman, mana shu mana chiqyapti. Tushyapti, men Osmonga ketyapman. Shu bilan biz yana ovqatlangani kirdik. Bolani ovqatlantiramiz, keyin doktorga boramiz. Dadasi olib ketadi bizani. Nima qilamiz mana shu tovuq? Ey! Hay move. I need tissue over my body because I thought this are. Okay. Tovuq bizdan yaxshi ko'rgan tovuqimiz. Doktorga yetib keldik. Doktorga kiramiz. Beli xonamni ko'rsatamiz, tomoqlarini ham ko'rsatib olamiz, sraz o'pkalarini ham. Push degan joy, davay. Tush. Doktorga ham yetib keldik. Doktorga ko'rinamiz. Dadasiga qovuli narsa bermagan deyman har doim. Shunaqa gap, qovullaymi, xandalaymi nima deydi? Chiqib xandalaylar, ice cream yeb qo'ygan, morojniy yeb qo'ygan, ichi ketib qoldi o'shanda. Unga raqam. Dirty yo'laylardi ya. Shem. Doktorga ko'ramiz, davay, ketdik. Go be alright. Okay. K1, huh? K1. Then next year K2. Then after that primary 1. Yana sekin ketyapmiz. Dadasi kelib olib ketadi hozir. Shu bola chaqa bilan ovora bo'lib o'zimga ham hech narsaga vaqt bo'lmayapti aytaman. Uchun normalniy video ololmayapman, bitta laundry. Normalniy video ololmayapman. Bu yoqdan bo'lib qoldi, shuning uchun ham aylanib qo'limdan kelgancha. Vaqtimga qarab olman endi. Dadasini bo'ylab turibmiz, dadasi olib ketadi hozir. Yomg'ir ham tomchilayapti, ishqib. Shunday gap. O'zimizdan ortmay shunaqa yuramiz. Ketib kelyapti, taksi olib kelmaydi. Dadasi kelyapman deyapti, o'shanga bo'ylab turibmiz. Nega olib kelarim kelib ketyapti. Nararan naranan nananan nanana nanana nanana. Yo'q, unaqa men hozircha oyog'ing kirib ketadi ekan. Yo'q, oyog'ing og'rib qoladi ekan. Yo'q, davay. La 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 la. Sing, mommy. Lala. Okay, mari. Sing. Aha. Na 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 na
Ey, давай, ehtiyot bo'l. Давай, ketdik bo'l, yur. Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli tong. Mana biz erta tong doktorga borib, dorilarimizni ichib, bugun bog'chadan qoldik, uyda qoldiraman. Vah. Hamma ishda, bog'chada men ishga bora olmadim. Leyla xonimim uyda qolgani uchun bunga qarash kerak. Dada shu anaqani berib qo'yibdi-da, bilmasdan qo'yib mumkin emas-da, bunga handaliylik narsadan ichib ketib qoladi bilan. Allergiya bo'ladi, sirasi yuzga narsalar toshib. O'shanga qaramagan ekan dadasi. O'shani ichib ketib qoldi. Erkak kishi babani qarang. Ahamiyat bermaydi nima yeyotganiga. Men hamma narsani qarab, o'qib beraman-da bolalarimga. O'shaning uchun, xo'p, nima qiling? Xo'p. Bera qoling. Nima qilyapsiz? Xo'p, bo'ldimi? Okay. Güzel. La. Don't be her cry. La. No, that side don't have ready. Must we order from another place? I think it's very ugly. Okay, let me see. I Oh, no necessary. Okay, one more time lah. Cái đó là cái phải xin. yes. Oh no. 1, 2, 3, давай. Shut up, Timur. 1, 2, 3. Hey. Okay, 1, 2, 3. Timur kichkina bolam. No lah, let him play. Look at my baby go. Ikkalasi o'yinchoq o'talashadi. U ham nervga tegadi, akasi atirabdi. Yo'q, kichikganingni qara, qizim, o'yinchoqlarni ajratishimiz kerak yana. Burada berib boradiganlarim bor, o'yinchoqlar. O'ynamaydiganlar. Давай, bo'ldi qiling. Give what? Give me. O'chirib qo'yding sonra. La. Bob samdan o'ynayman, xo'pmi? Davay. Bo'pti, ikkalamiz o'ynaymiz. Davay. Davay. Bo'pti, yig'lamasdan o'ynaymiz.